15 yoshli model qizni Koreyadagi bir kunlik xarajatini ko'rsataman. Ertalab agentство bizani qizlar bilan shaxsiy mashinasida syomkaga borib olib keldi. Bu menga tekinga tushdi. Oyim bilan keyin festivalga bordik. Metroga kirayotgan payt 1550 won oldi. Chiqayotgan payt puli yetmadi. Eng qizig'i, festivalda bugun oxirgi kuni ekan. Abza oyim bilan shuncha yo'lni bosib keldi. Shu festivalni ko'ramiz deb. Suvdan achna fonarik bo'lish kerak edi. Ko'rayotganinglardek suvda hech narsa yo'q. Mayli, xafa bo'lmaymiz. Zat oyim bilan birga maza qilib aylandim. Hammani absurdatsiya qildim. Ertangi planlarni birga gaplashdik. Ko'cha sovuq bo'lgani uchun o'zimga kofe oldim. Kofe menga torvonga tushdi. Keyin yaqin atroflarda ovqatlanishga kirdik. Ovqatlanish 30 wonga tushdi. Bu ovqatni hazm qilish kerak edi. Biz katokka borishga qaror qildik. O'rtoqchamni ham chaqirdim. Uyga ham kelib oldik. Oyim olib ketishga tog'am keldilar. Oyim 5 kun tog'am o'ylardi bo'ladilar, chunki kenayam tug'yaptilar. Kenayam bolalariga oyim xariddilar. Oyimni ham kuzatib oldim. Endi oyimsiz 5 kun bir o'zim yashayman. Katokka nech pul to'laganimni aytish esimdan chiqib qolibdi. Katok menga tekinga tushdi, chunki menga rahat to'ladi. Bir kunda nech pul ishlatgan summamni kommentariyada hisoblab yozaringlar. Люблю.